Surxondaryoda Shinarey mashinalar narxi ancha pasaydagilar. Ko'rib turgan T32 modelini Denov shahridagi Shinarey avtosalonidan endilikda 3 million arzoniga xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari halol nasiya hamda bo'lib to'lashga ham xarid qilishingiz mumkin akalar. Shu joyda videoga bitta like bosib qo'ying, men sizlarga esa barcha ma'lumotlarni aytib o'taman. Ko'rib turgan T32 modeli dubl kabinali modeli hisoblanadi. Mashinaning motor qismiga keladigan bo'lsak, 1.5 Donus motor bilan jihozlangan. 115 ta ot kuchi, yoqilg'i sarfiga keladigan bo'lsak 100 ga 8 ta yeydakilar. Yuk ko'tara olish sig'imiga keladigan bo'lsak 1,5 tonnadan 2 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tara oladi. Kuzovning razmeriga keladigan bo'lsak 260 ga 172 ni tashkil qiladi akalar. Bu modeli zavodskiy gaz balon qo'yilgan bo'ladi, benzinda ham yuradi akalar. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salonlari juda ham chiroyli va komfort qilib ishlangan. Elektroshutilni rol, ABS tormoz hamda kojinli sidinalar, konditsioner hamda zadniy kameralari bor akalar. Shu oyning oxirigacha xarid qilgan mijozlar uchun 3 millionlik sketkamiz amal qiladi. Bundan tashqari Denov shahridagi Shinarey avtosalonidan mashinani xarid qilgan mijozlar uchun bonus sifatida chexol polik hamda manziliga yetguncha yoqilg'i puli qoplab beriladi. Bunaqangi imkoniyat faqatgina Denov shahrida joylashgan Shinarey avtosalonidan mavjud. Narxlarni va boshqa ma'lumotlarni olish uchun video pastda nomer qoldiraman, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni shunaqa Shinarey olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.